O'g'lim, bugun oshnalarim bilan men o'tirishim bor. Pul tashab ketgin ko'proq. Bo'ldi dada. Mana shu pul yetsa kerak. Yetmasa kartadan tashlab yuboraman. O'g'lim, bu yerda ko'p ekani, menga ozroq bersang ham yetardi. Men qolganini olib qo'ygin. Ya dada, bu nima deganingiz? Yoningizda tursa, xohlagan narsangizni olib yeysiz-da. Aka ishingiz ma'qul keldi rostdan. Meni uyim katta. O'g'lim, Labbay dada. odam bormidi oldingda? Xo'p, gaplashib olaver, men kutib turaman. Akalar ming bor uzr. Dadamga shunday qarab olayın-a. Keyin gaplashamiz yotig'i bilan. Usta aka, men vaqt ishi zarur. Tezroq bitirmasak bo'lmaydi. Dadangiz tushunib kutib turaman dedilar-ku. Oldin baqa mijozga qarang. Men dadamni kuttirishga o'rganmaganman. Agar xafa bo'lgan bo'lsalaring, mayli boshqa joyda qildiravering. O'zini kim deb o'ylayapti bu? Yor ketdik. Endi meni bunaqa joyga olib kelmagin. Ha dada, nima gapingiz bor edi? Tinchlikmidi? O'g'lim, klientlar kutib turmasin, klientlarga qaraver. Ya dada, bu nima deganingiz? Siz meni otamsiz. Siz hech qachon kutmaysiz. Ular kutadi. Sizdan aziz odam bormi menga dada? Sizni birinchi o'ringa qo'yganim uchun meni shunaqa ishlarim yurib turibdi-yu. Men endi hayotda omadimni sirrini bilib oldim. Bu ota-onamning roziligi ekan. Umringdan baraka top o'g'lim. Shuning uchun seni oldinga xotirjam chiqaman-da. Oshna og'aynilarim bir meni yo'qlab kelishayotgan ekan. Shunga bir bozorlik qilib berasanmikin degandim, o'g'lim. Ha bo'ldi dada. Hozir shuni suv oshimda almashtirib chiqib, zo'r qilib bozorligingizni qilib beraman. O'rtoqlaringiz ham xursand bo'lib qolsa. Men bu bolani ishiga tan bergandim. Endi tarbiyasiga ham tan berdim. Voy-o. Uyda remontini ham yondirib yuboribdi-va. 30 ming dollarlik uyi, meni 200 ming dollarlik uyimdan chiroyli ko'rinib ketibdi. Qoyil lekin, do'stim. Do'stim. Boy kesillar. Bu tashqarisi zo'r ekan desam, ichkarisi olov-ku olov. Tez menga shu ustani topmasang bo'lmaydi endi. Ha bo'ldi. Toshmom emas, lekin u bolani vaqtini topish qiyin-da. Klient juda ham ko'p bo'ladi. Menga ham navbat kelishini 1 yil kutganman. Oshna ishiga qiziqdim. Qancha bo'lsa kutamayotgan pulni beraman. Yurchi, qani bir maqtagan ustangni ko'raylik shunda. Oshna, men javob beraman, uyaltirmaydi. Bolalar, men ishim chiqib qoldi, qilib turasizlar, men shunga qarab turasizlar. Akalar hali ketmadilaringmi sizlar? Shu yerdamiz uka. Ammo malades. Har bir ota-ona sizdek farzandi bo'lishini orzu qiladi. Dadangiz ishni bitiring, biz kutib turamiz oshna.